Assalomu alaykum azizlar. Men sizlarga dekabr guli haqida ma'lumot bermoqchi edim, lekin birmuncha vaqt YouTube'da ko'rmadim. Lekin bugundan inshaalloh boshladik. Dekabr guli uchun eng kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu обязательно harorat. Haroratimiz где-то 16-20 graduslar atrofida bo'lishi kerak va ikkinchi kerak bo'ladigan narsasi bu namlik. Gulga agar keragidan ortiq suv quyiladigan bo'lsa, bu tomirini chirishiga olib keladi. Agarda kam quyiladigan bo'lsa, bu barglarni qizarishiga olib keladi. Eng normal suv quyish bu qachonki uni tuprog'i qurigandan keyin biz suv quyishimiz kerak hisoblanadi. Va keyingi bizga kerak bo'lgan narsalar tabiiy o'g'itlar. Tabiiy o'g'itlardan bizga banan po'stlog'i yoki bo'lmasam tuxum po'stlog'i kerak bo'ladi. Ularni suvga evitilgan holda suvini quyamiz yoki bo'lmasam ozgincha kulni suvga aralashtirgan holda dekabr gulini sug'orib turish ham bu dekabr guli uchun juda ham katta foydali hisoblanadi. Va eng asosiylardan bittasi biz joyni ko'p almashtirmasligimiz kerak.